Olma akademiyasida. Olma akademiyasi. Olma akademiyasida. Olmon akademiyasi. Olma akademiyasida. Olmon akademiyasi. Olma akademiyasida kutib qolamiz. To'g'risi, boshida orzularim ortidan yugurishim bunaqa katta loyihaga aylanib ketadi deb hech ham o'ylamagan edim. Hammasi 2022-yilda onlayn dars berishimdan boshlandi. Onlayn darslarimda ko'rsatgan natijalarim meni sekin-sekin offlayn o'quv markaz ochishga chorladi va men biroz muddatdan so'ng Namanganda qorong'u xonalarda kichik o'quv markaz tashkil qildim. O'shanda SMMshik ham o'zim edim, resepsionist ham o'zim edim va o'qituvchi ham o'zim edim. Namangandagi 6 oylik faoliyatim davomida shuni tushunib yetdimki, bu shunchaki orzu emas, uni amalga oshirish mumkin va buning uchun menga jamoa kerak edi va Toshkentga ko'chib kelib, faoliyatimni davom ettirishga qaror qabul qildim. Boshida Toshkentda Beruniy metro yaqinidagi bir o'quv markazidan bitta xonani ijaraga olib faoliyatimni boshladim va 2 oy davomida kichik jamoa tuzdim va Novza metro yaqinida o'zimni Toshkentdagi ilk o'quv markazimga asos soldim. Tabiiyki boshida oson bo'lmadi. Sababi qarashlarimiz o'xshash bo'lgan energiyaga to'la jamoa tuzishimiz kerak edi va harakatlarimiz o'z natijasini berdi va markazimiz tashkil bo'lgandan 7 oy o'tib O'zbekistonda birinchi marta o'quv markazimiz rasmiy test markazi maqomini qo'lga kiritdi. Bugun esa Olmon akademiyasi 2 yoshga to'ldi. Biz bu 2 yil davomida jamoamiz bilan mashaqqatli yo'lni bosib o'tdik. Lekin bugungacha qilgan yutuqlarimizdan faxrlanamiz. Bu 2 yil davomida biz quyidagi natijalarni qo'lga kiritdik. Jamoamizda bugungi kunda 50 dan oshiq yoshlar faoliyat yuritib borishadi. Va buning natijasida biz jamoamiz bilan 2 yil ichida 3000 dan ortiq yoshlarga markazimizda nemis tilini o'rganishga yaqindan yordam berdik. UST test markazimizda hozirgacha 1,5 dan oshiq yoshlar xalqaro sertifikat uchun imtihon topshirdilar. Har oy markazimiz o'quvchilari davomli ravishda respublikadagi eng yaxshi natijalarni ko'rsatib kelmoqdalar va eng quvonarlisi markazimiz mashhur nashriyotlardan biri Praxis Fairlight bilan rasmiy hamkorlikni yo'lga qo'ydi va o'quvchilar uchun original kitoblarni taqdim qilishni boshladi. Va men umumiy faoliyatim davomida shu narsaga amin bo'ldimki, hayotda muhimi qaysi kasb egasi bo'lish emas, o'sha kasbni qanchalik egallash ekan. Agar siz kasbingizga mehringiz bo'lsa va ishingizni ishtiyoq bilan qilsangiz, har qanday holatda muvaffaqiyatga erishasiz. Agarda siz kasbingizni sevsangiz va ishingizni ishtiyoq bilan qilsangiz, har qanday holatda muvaffaqiyatga erishasiz. Orzularingizni ortidan yurishdan hech qachon to'xtamang. Balki u shunchaki orzu emas, Alloh bergan taqdirdir.